Assalomu alaykum, aziz do'stlar. Bugun biz sizlar bilan bir juda ta'sirli va murakkab oilaviy hikoyani boshlayapmiz. Uydagi ziddiyatlar, tushunmovchiliklar va qarorlar ba'zan butun hayotni o'zgartirib yuboradi. Keling, Shiktar oilasi nomli ushbu hikoyamizni birgalikda tinglaymiz. Oxirida sizlarga bir nechta savollarim bo'ladi. Diqqat bilan kuzatib boring. Ohna eshikdan chiqmoqchi bo'lganida, kimdir unga qattiq urilib ketdi va u 2 qadam orqaga ketdi. She'riyat yuzida birdan tabassum paydo bo'ldi. Kutilgan odamni ko'rib, u baland ovozda dedi: "Ona." Ohnaning onasi Oparajita Choudhury. Uning egnida dazmollangan jorjet sari, bilagida qimmatbaho bilaguzuklar, bo'ynida ingichka zanjir, ko'rinishidan toyga kelganga o'xshaydi. U ohnaga zerikkan nigoh bilan qaradi va ichkariga kirdi. She'riyatning yoniga borib, erkalab dedi: "Qizimning ahvoli nega bunchalik yomon? Ko'zlari, yuzlari nega bunchalik qurigan?" Oparajita Choudhury Nilima Jahonga borib dedi: "Qizim nima qildi? Toydan oldin hammada ozmikopmi muammolar bo'ladi. Lekin Ahnof uni ajrashish bilan qo'rqityaptimi? Bu qanday gap?" Rupali Shiktar baqirib yubordi. "Onasi qanday bo'lsa, qizi ham shunday. Qizingizni himoya qilish uchun kelibsiz, uyatingiz yo'qmi?" Oparajita Choudhury kulib dedi: "Qizimning oilasini saqlab qolish uchun himoya qilish kerak. Albatta, siz buni qayerdan bilasiz? Axir siz o'zingizning kichik o'g'lingizga oila qurishga ham ruxsat bermadingiz." Rupali Shiktar hayratda qolib tikilib qoldi. Bugungi kunga qadar hech kim uning yuziga bunday so'zlarni aytishga jur'at etmagan edi. Zinadan tushayotgan Ahnof jahldor ovozda dedi: "Og'zingizga kelganini demang. Bobom bilan qanday qilib bunday ohangda gaplashishga jur'at etasiz?" Shu zahoti Oparajita Choudhury jim bo'lib qoldi. Yumshoq ovozda dedi: "Ahnof, sen noto'g'ri tushunyapsan. Men." Ahnof uni to'xtatdi. Bir chetga otib dedi: "Qizingizni olib keting. Men ajrashish hujjatlarini yuboraman. Men ortiqcha gaplar bo'lishini xohlamayman." Ohna shu vaqtgacha hamma narsani sokin nigoh bilan kuzatib turgan edi. Sekin ovozda dedi: "Ketyapman." Lekin hech kim uning javobini bermadi. Hatto unga qarab ham qo'ymadilar. Birdan Adil kelib Ohnaning qo'lidan tortdi. "Ketmang. Mening gaplarimni eshiting, keyin." Nilima Jahan ham yonidan dedi: "Ohna, uyning ishlarini uyda tugat. Tashqariga chiqsa, odamlar kulishadi. Agar bugun bu uydan ketib qolsang, kelajakda bu uyga qaytib keladigan kun bo'lsa, o'sha kuni men bu uydan chiqib ketaman." Ohna jim turib Nilima Jahonning so'zlarini eshitdi, lekin hech narsa demadi. Oparajita Choudhury yuzini burishtirib dedi: "Eshiting qizim, er-xotin o'rtasida minglab so'zlar bo'ladi. Hamma bilsa, odamlar kelinni ayblaydi. Yana eshit, er mingta xato qilsa ham, xotin oilani saqlab qolish uchun hammasiga chidashi kerak." Ohna Oparajita Choudhuryga qarab dedi: "O'z xotinini qo'yib, boshqa ayollarga qaraydigan er bilan, boshqa ayol bilan o'tkazgan yillar davomidagi suratlarini telefonida saqlaydigan er bilan oila qurib bo'lmaydi. Agar bugun men shu uyda qolsam, o'zimga bo'lgan hurmatimni yo'qotaman." Oparajita Choudhuryning jahli qaynab turibdi. Endi jahlini ko'rsatsa, vaziyat yanada yomonlashishini bilib, qandaydir tarzda o'zini ushlab dedi: "Nima bilan buncha mag'rurlanib yuribsiz? Sizlarda nima bor? Endi ketayapman, 2 kundan keyin albatta qaytib kelasiz." "Ha." Ohna bir nima demoqchi bo'lganida, Mahbubur Rahmon gapirdi: "Uning otasi tirik. Bilaman, bizda unchalik imkoniyat yo'q. Lekin bor narsamiz hayotimizni davom ettirishga yetadi. U hech qayerga qaytib kelishi shart emas." Bu so'zlardan so'ng u Ohnaning qo'lidan ushlab tashqariga olib chiqa boshladi. Orqadan Adil Ohnaning qo'lidan ushlab dedi: "Ketmang. Mening gaplarimni." Mahbubur Rahmon Adilning qo'lini ochib yubordi. Keyin majburan Ohnaning qo'lidan ushlab tashqariga olib chiqa boshladi. Orqadagilarning hammasi Ohnaning ketish yo'liga tikilib qolishdi. Adil qo'lini ko'kragiga qo'yib turibdi. Yiqilayotganda Ahnof kelib Adilni ushlab oldi. Ahnof Adilni quchoqlab stulga o'tqazdi. Adil zaif ko'zlari bilan akasiga qarab turdi. Ahnof Adilni o'tqazib, She'riyatning onasi tomon yurib dedi: "Qizingizni olib keting. Hech qanday janjal qilmasdan." She'riyat kelib Ahnofning qo'lini changallab dedi: "Yo'q, men ketmayman. Sen bilan qolaman, Ahnof." Ahnof jahldor ovozda dedi: "Men bilan qolish uchun sen bu uyda qolmayapsan. Men buni tushunib oldim. Gaplarni uzaytirishni xohlamayman. Tashqariga chiq." Rupali Shiktar bir chekkada jim turib qoldi. Oparajita Choudhuryning so'zlari uni qattiq gazablantirgan edi.
U she'riyatning ketishini xohlaydi. Bugun onasi aytdi, ertaga qizi aytadi. Lekin Nilima Jahan Ahnofni tinchlantirishga harakat qilmoqda. Lekin Ahnof to'xtab baqirib turibdi. Oparajita Chaudhuri Ahnofga muloyim ovozda dedi: "O'g'lim, bir imkoniyat ber. Men xato qilganini tan olaman. She'riyat hammadan kechirim so'raydi." Oparajita Chaudhuri she'riyatning qo'lidan ushlab, Ahnofning oyoqlari ostiga tashladi. Ahnof chekinmoqchi bo'lganda, she'riyat Ahnofning oyoqlarini quchoqlab oldi. Yiglab dedi: "Ahnof, meni kechir. Menga bir imkoniyat ber. Men axir seni sev." Ahnof she'riyatni ko'tarib, unga bir shapaloq tushirdi. Hamma hayratda qoldi. Ahnof jahldor ovozda dedi: "Sen meni sevasanmi? Shu yillar davomida bugungacha bir marta ham og'zingdan eshitmadim. Lekin nega bugun?" Ahnof davom etdi: "Mening gaplarimni tingla, faqat bir marta." She'riyat Nilima Jahonga yugurib bordi. Muloyim ovozda dedi: "Ona, siz unga bir tushuntiring. Meni kechirishingizni so'rayman. Menga bir imkoniyat bering, ona." "Ona." She'riyat yiglayapti. Oiladagi bu nifoq butun Shikdar uyini buzib tashlayotgandek. Birdan Ahnof she'riyatni chaqirdi. "Bu tomonga kel, she'riyat." She'riyat hayrat bilan qaradi. She'riyat sekin qadamlar bilan Ahnofning oldiga borib turdi. Ahnof she'riyatga qarab turibdi. Hamma o'rtasida keskinlik kuchaydi. Ahnof she'riyatning ko'zlariga qarab dedi: "Men seni hozir taloq qilaman." Keyin biroz to'xtab dedi: "Birinchi taloq. Ikkinchi." She'riyatning yuragi shiddat bilan ura boshladi. Oparajita Chaudhuri hayratda qoldi. Rupali Shikdar bir necha bor noaniq ovozda Ahnofni chaqirib, buni to'xtatishni aytdi. Adil stolga boshini qo'ygan. Hech qanday harakat yo'q. Niha esa ancha oldin ozxonasiga ketib bo'lgan. Nilima Jahan Ahnofning oldiga yugurib bordi. She'riyat bosh chayqab dedi: "Yo'q, Ahnof, yo'q. Iltimos buni qilma. Men chin dildan pushaymonman." "Ahnof." Ahnof yana dedi: "Ikkinchi taloq. Uchinchi." Nilima Jahan Ahnofning og'zini qattiq berkitib qo'ydi. Muloyim ovozda dedi: "O'g'lim, bir oz tinchlan. Bir imkoniyat ber. Oilani shunday buzib tashlasang, hammasi yaxshi bo'lib qolmaydi." Ahnof bugun hech kimni eshitmaslikka qaror qilgandek edi. Nilima Jahanning berkitib qo'ygan qo'lini bir zumda olib tashlab, baland ovozda dedi: "Uchinchi taloq." She'riyat polga yiqilib tushdi. Nilima Jahan og'zini berkitib oldi. Rupali Shikdar avvalgidek qotib turibdi. Oparajita Chaudhurining ko'zlariga yosh to'la boshladi. Ahnof esa hissiz holda turib qoldi. Bir necha vaqt o'tdi. Hech kimdan ovoz chiqmayapti. Rupali Shikdarning nigohi Adilga tushdi. U yurib borib Adilning orqasiga qo'lini qo'ydi. Adildan javob olmaganidan keyin uni engil turtki berdi. Shu zahoti Adil polga yiqilib tushdi. Nilima Jahan hayratda qoldi. Adil bir necha kun o'tdi. Ohna burnigacha korpani tortib yotibdi. Ko'z yoshlari quloqidan oqib tushyapti. Bir ozdan keyin Mahbubur Rahmon xonaga keldi. Yonida Ohnaning onasi ham bor edi. Mahbubur Rahmon Ohnani chaqirdi. Ovasining ovozini eshitib, Ohna ko'z yoshlarini artib o'rnidan turdi. Mahbubur Rahmon Ohnaga bir konvert uzatdi. Ohna hech nima demay konvertni qo'liga oldi. Mahbubur Rahmon sekin ovozda dedi: "Ochib ko'r." Ohna qo'li qaltiramasdan konvertni ochdi. Konvertni ochishi bilan ajrashish hujjati chiqdi. Bir tomonida bir ism yonib turibdi: Adil Shikdar. Ohnaning ko'zlaridan ikki tomchi yosh ajrashish hujjati degan qog'oz ustiga tomdi. Ko'kragi ichi yonayotgandek edi. Ohna Adilning imzosiga qo'lini qo'ydi. Ichida bir fikr paydo bo'ldi. Ajrashish hujjatini yuborayotgan bo'lsangiz, kelganingizda nega buncha bezovta bo'ldingiz? Davomi bor. Bugungi hikoyamiz uchun savollar. Ohna va uning oilasi uchun eng og'ir qaror nima bo'ldi? Sizningcha Ahnof to'g'ri ish qildimi yoki u tezroq qaror qabul qildimi? Adilning Ohnaga bo'lgan his-tuyg'ulari qanday edi? Nega u Ohnani ushlab qolishga harakat qildi? Hikoyaning eng ta'sirli lahzasi qaysi edi va nima uchun? Oparajita Chaudhuri va Rupali Shikdar o'rtasidagi ziddiyat nima sababdan kelib chiqdi? Aziz tinglovchilar, agar sizga ushbu hikoyaning davomini eshitish istagi bo'lsa, iltimos izohlarda buni bildiring. Va shunga o'xshash ko'plab qiziqarli, ta'sirli va ibratli hikoyalarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosing. Hammangizga rahmat. Keyingi qismda ko'rishguncha, xayr. Assalomu alaykum, aziz do'stlar. Bugun biz sizlar bilan bir juda ta'sirli va murakkab oilaviy hikoyani boshlayapmiz.
Uydagi ziddiyatlar, tushunmovchiliklar va qarorlar ba'zan butun hayotni o'zgartirib yuboradi. Keling, Shikdar oilasi nomli ushbu hikoyamizni birgalikda tinglaymiz. Oxirida sizlarga bir nechta savollarim bo'ladi. Diqqat bilan kuzatib boring. Ohna eshikdan chiqmoqchi bo'lganida, kimdir unga qattiq urilib ketdi va u 2 qadam orqaga ketdi. She'riyat yuzida birdan tabassum paydo bo'ldi. Kutilgan odamni ko'rib, u baland ovozda dedi: "Ona." Ohnaning onasi Oparajita Choudhury. Uning egnida dazmollangan jorjet sari, bilagida qimmatbaho bilaguzuklar, bo'ynida ingichka zanjir, ko'rinishidan toyga kelganga o'xshaydi. U Ohnaga zerikkan nigoh bilan qaradi va ichkariga kirdi. She'riyatning yoniga borib, erkalab dedi: "Qizimning ahvoli nega bunchalik yomon? Ko'zlari, yuzlari nega bunchalik qurigan?" Oparajita Choudhury nilima jahonga borib dedi: "Qizim nima qildi? Toydan oldin hammada ozmikopmi muammolar bo'ladi. Lekin Ahnof uni ajrashish bilan qo'rqityaptimi? Bu qanday gap?" Rupali Shikdar baqirib yubordi. Onasi qanday bo'lsa, qizi ham shunday. Qizingizni himoya qilish uchun kelibsiz, uyatingiz yo'qmi? Oparajita Choudhury kulib dedi: "Qizimning oilasini saqlab qolish uchun himoya qilish kerak. Albatta, siz buni qayerdan bilasiz? Axir siz o'zingizning kichik o'g'lingizga oila qurishga ham ruxsat bermadingiz." Rupali Shikdar hayratda qolib tikilib qoldi. Bugungi kunga qadar hech kim uning yuziga bunday so'zlarni aytishga jur'at etmagan edi. Zinadan tushayotgan Ahnof jahldor ovozda dedi: "Og'zingizga kelganini demang. Bobom bilan qanday qilib bunday ohangda gaplashishga jur'at etasiz?" Shu zahoti Oparajita Choudhury jim bo'lib qoldi. Yumshoq ovozda dedi: "Ahnof, sen noto'g'ri tushunyapsan. Men." Ahnof uni to'xtatdi. Bir chetga otib dedi: "Qizingizni olib keting. Men ajrashish hujjatlarini yuboraman. Men ortiqcha gaplar bo'lishini xohlamayman." Ohna shu vaqtgacha hamma narsani sokin nigoh bilan kuzatib turgan edi. Sekin ovozda dedi: "Ketyapman." Lekin hech kim uning javobini bermadi. Hatto unga qarab ham qo'ymadilar. Birdan Adil kelib Ohnaning qo'lidan tortdi. "Ketmang. Mening gaplarimni eshiting, keyin." Nilima Jahan ham yonidan dedi: "Ohna, uyning ishlarini uyda tugat. Tashqariga chiqsa, odamlar kulishadi. Agar bugun bu uydan ketib qolsang, kelajakda bu uyga qaytib keladigan kun bo'lsa, o'sha kuni men bu uydan chiqib ketaman." Ohna jim turib Nilima Jahonning so'zlarini eshitdi, lekin hech narsa demadi. Oparajita Choudhury yuzini burishtirib dedi: "Eshiting qizim, er-xotin o'rtasida minglab so'zlar bo'ladi. Hamma bilsa, odamlar kelinni ayblaydi. Yana eshit, er mingta xato qilsa ham, xotin oilani saqlab qolish uchun hammasiga chidashi kerak." Ohna Oparajita Choudhuryga qarab dedi: "O'z xotinini qo'yib, boshqa ayollarga qaraydigan er bilan, boshqa ayol bilan o'tkazgan yillar davomidagi suratlarini telefonida saqlaydigan er bilan oila qurib bo'lmaydi. Agar bugun men shu uyda qolsam, o'zimga bo'lgan hurmatimni yo'qotaman." Oparajita Choudhuryning jahli qaynab turibdi. Endi jahlini